Assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Umdan keldingizmi? Bo'psizlar. Necha vaqtingizda imtihon berib jutlarda hamda imtihon haqida qopaqlar. Ha, shunday. Yaxshi bu klubni qurib. Men shuni anglab xushalligimda sizga imtihon beray deb keldim-ku. Sizni imtihon ma'nolandi, lekin sizni qizg'in qarshilaymiz. Tomoshabinlarni kuldiroq. Voy. Assalomu alaykum qarindoshlar. Oyiminglar muborak bo'lsin. Mening ismim Ahadbek Qadri. Men Xotan diyardagi har millat xalqining salimini sizlarga olib keldim. Rahmat. Bir uyda bir xotin, ikki bola, 4 odam bor ekan. Dadasining ustida ketishi faqat yo'q ekan. Anasining ostida ketishi faqat yo'q ekan. Bir balasining og'zi yanga, bir balasining og'zi yanga ekan. Bola kashtiribdi tamoq yeb, o'ltasa tuyuqsiz to'p ketib qoldi. Shuning bilan bola bir tal shamni o'rtib qolib, shamni o'rqida tamoqni yeyib, tuyuqsiz yana lappa deb to'p ketdi. Anasi shamni o'chirib o'tay deb Voyca, dadasi sizlarni o'chirishman shamni. Bilamay, sen de ütüyemez seni. Ne yapar? Tamam, sen ütüyemez ne? Bu töteylen bu Şam'ını fakat ölçülenmey, hoşnusuna Şam'ını ölçületmesi de çağırıptı. Hoşnusu kiripla Şam'ını çimdiple ölçülüptü. Rahmet. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm esselam. Amgaysiz. Assalamu aleyküm. Qadrlik oyim akli hammanglarning qurboniga muborak bo'lsin. Men buni latif va yumurlarni so'zlayman. Ham mening alayligim shu taqtuqqa, danqam tuti gapga azroq alayligim bor. Shuningda sinab qolsa qanday deysiz? Ha? Yana timikan bor. Danqam tuti deb yozing. Qo'ldondasi gapni boshlaveray. Yana timikan. Buning bilan u panzavut qopasimi, mixva bu yog'ochni tilanmaymiz. Bu panzavut qopasimi, mixva tilanmaymiz degan ekan. Nima deysiz? Desa bu siz tuyilgan chelakka yana iqvatidi-ku. Degan buni bizga deb qo'ymang. Siz san'at o'mak yurib demamsiz. Biratal tavuz degan qamchi qilib qolmam demda. Desa, muzeyni o'zamab qolib bunda bo'lsa, deb shuni bilan uyaga borsaq, uyadagi nima keldingiz dedim, paqsotmi kelgan. Desam, uyingizda kuma yo'qmi te? Deb shuni bilan ishkor bo'lsamanda churib, beliqni ammo cho'nglab otning unda jug'og'ini ko'rib boqmabdi ekanman. Shuni bilan 20 metrda ko'ldi, qiliq yerdan suv chiqmadi. Chiqmagan ekan, men dedim, o'gizdiki qoni, sen o'ylig'i tushiribpa. Senlar bilan men teshig'i to'shibsam bo'lmamdi desam, uning sotni unumaydi. Albatta, besh qaydigan bo'lganki, arqalanda mang'ich poyezdda men sonmamdi. U shikariq shuni bir xotin kishi qanday tutdi? Desa, qansasa o'ngshib qoladigan bola bo'lsa. Dedi, qansasa o'ngshib qoladi deb 5 moyaning hammasiga chilg'an say terib o'tgan bormi? Desak, hozir chiqarisham qaqtirib kelib turamiz. Rahmat. Buning bilan hozircha kaltisham qaqtirib kelib turam. Keyin men yengisini deb turay dedim. Men unmayman uningga, mening tishim qanday bo'lsa shunda tishini sapirsiz. U hozir bir yalik deganda 500 qo'ydim kam qo'yilmasa. Dedi, unda ishqatlashtirmay tatib oldigan to'qonni nima deb bozorga keldim. Astalik dedim, akapadim, yanchoqlik dedim, akapadim. Hamda xomanga o't qo'yib deb 3 yosh qildim ko'rsan qanday bo'ladi? Desam, suluq suvoqni qilib olsak deb bitgan o'yt bo'lsa. Agar chiqib ketgan tishingiz 6-chi sog'izib bermay qolib qolsam, gapingizni qilmamsiz desam, o'satishganimga chechimni yasatmasam endi ham deysiz. Deb shuni bilan men Shinjong yog'och material zavodi qilib qolsa, yog'och ashyo tilib yetibdi deydi. Rahmat. Voy, assalomu alaykum. Qanday turibsiz? Hozir yaxshimi? latifchilar kulib ichib ko'dab anglab, kalı popni yesam kam uni intan qo'shib ketdi. Avu
Ürümçide Dilşat Raidin bilen Ruhi Said'nin oğlu birleşip bir latifçiler kulüp içipti. Oşunun baray degen bırakma 80 yıllık toyumunu kıldırgan bulup kaldım, aldıra çıkıp kaldım. Tuda bu işkiler berip kilinla dedi. O kıranı kim boş okulda olsa? O tuda bunun kırasını özen götürme. Nemişke deysen onun yerin bile tanır. Şoňumuz bir intan bir paqaylym kelip kelgen. Rahmat. Sizlardan ilhom olamiz. Şartsiz qabul qilamiz sizlar. Şunda bolsa hamda biz kaptimiz köpçilik bir narsa latiflarimizni aytib bersak bo'lar. Bo'ladi. Qanaqanı merhamet. Ben deyman. Men demakda mashina haydashni ancha bilib ketmayman. Bir og'inam haydab baqtab mashinasi berdi. Shunda stoldi ekanman-da roldi. Mushta ketib qolsam bir top to'qola o'tib o'tib ketib qoldi meni qiyadim. So'ng to'xtatib promoz qilib tushsam, munda bir mekan munda olib qopti. O qanday qilamiz deb mekonni ko'tarib qarsa bir kichik bola o'ynab ketdi. Meklasa qanday meklasa? Deb keldi. Bu mekan sen emas. Yo'q, bizning bunday yapılaq mekanimiz yo'q. İsamkam kayfiyatı kelgende şunda qiziq gaplarni kutdi. Ba'zi kayfiyat bo'lmasa, juyim o'tirib oldi. Unda vaqtlarda o'zidan chaqchaqchilar ba'zilari teriktirib, bu odamni qiziq gap anglaydi-da. Bir kuni jimida o'tirib oldi bu odamning bir aramchilik chiqib, qanday bo'ldi uqmaymiz. So'ngra Valikam, Vali Davud bir asqatlarning kadriga sen gap qila, deb gap o'tib qo'yibdi. Ey Isamka, sizni qalaymaqa yomir deb yurib deydi-ku. Men qalaymaqa yomir demayman men. Ömrümde bir dikkat qilma, hech qanday qalaymaqa yomir demedim. O shogirtlar deb bana döngeydi ukam. Degende. O qalaymaqa demangchi-mi? Qalaymaqa yomir desiniz. Biz ma kadrlar chiqibimiz bir o'ta chiqimiz. Vaq. Osat qatlamning qadirmigiz mo'zg'izmanim ma o. Bir qiz yo'ldan o'tib ketib qolsa, bir bekat alab adash, do'q turibdi-ki, o'ylab qiz qarab qo'yibdi-da. Öyle kız anla kaptı. Kim o? Hey, otur bana. Kıldın mı? Ben kaçan sizge kıldım. Sen kılmasan ben kıldı demdim. Angıcı bir sakçını başına kaptı bu kız. Karına ben kitip arattım ben bayaktım. Ben bunun işini demegen. Kitipasam bekatım. Ben karab yürü da. Hey, sen bana kızı kıldın mı? Ben ya koy kaçan sizge kıldım. O sen kılmasan bu kıldı demdi. To'xta sen jeli turg'izish kerak. Bu qiz yo'ldan o'tib ketayotganda bu bekatada bu qizga degan xatni topolmay turib qoldi. Assalomu alaykum hurmatli aziz tomoshabinlar, hammanglarning qurboniga muborak bo'lsin. Biz har qaysimiz bugungi latifchilar klubiga o'zimizning ozgina ko'ngil so'g'larini olib keldik. İsamkam bu latifchilar klubini to'rda ko'ribdi-ki, bizni 5 kun burun mengishga tayyorlik qilgan, biroq qadam qisqa bo'lganligi uchun bugun ara yetib keldik. Mana G'uljiniki xalqqa alomat qiziqchi, alomat odamlarning to'pidan qiziq gaplarni topadi-da. Mana olimpik musobaqasi tugagandikilar, keyin meyitlar tantarbiya musobaqasi bergan chog'da ben Ürümçide bo'lib qoldim 15-20 kun. Bularning hammasi o tudoqi yo'qolib ketdi desa, Boşunda meyipla tenterbiye musabıqsıga basketbol oynagılı ketipti da. Dep yaptı da. Vasam o kanda oldunlar dedi. Ben nimeli kanda oldu desem, sizler boşunda meyipla tenterbiye musabıqsıga basketbol oynagılı ketiptikensizler dedi. O birinci oldu. Sen bana senin boyun gargı yetmese dedi. Hükümet adilke man kelgende garını yıkıp verdi dedi. Qisqagina vaqt ichida nurg'un yurtlardan az mehmonlarimiz kelib, bizga imtihon berdi. Bu xabarni anglamaganlar qanchalik, yo'lda kelayotganlar qanchalik anglatdi. Biz azaldilar kulik shaqshaq qamroq. Yomur to'yg'imiz kuchlik. Har qanday vaqtda, har qanday muhitda kulik chaqchaqlarimizni davomlashtirib kelgan xalq. Shundaq, bizning kulik chaqchaq moyillarimiz avlod izbes yetishib chiqdi. İşimiz bu isim ananimiz mangu davomlashqisi. Biz har qanday vaqtda kulib yashaymiz. Kulik chaqchaqimiz mangu davomlashsin.